Natija birgina aksiyadan. Bu qanday qilindi va nimalarga e'tibor berilganida siz bilan ko'rib chiqamiz. Kompaniya analizida faqatgina 3 tagina saytdan foydalandik. Birinchi sayt bu stockanaliz.com sayti, ko'rishingiz mumkin. Stockanaliz.com saytida birinchi biz qaraydigan narsa ko'pchilik e'tibor bermaydi, bu faoliyati. Kompaniya faoliyati innovatsion va hozirgi davrga mos bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniya yurmasdan qolmaydi. Bu kompaniyamizning asosiy belgilari farmatsevtika va dori ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ko'rib turganingizdek hech qanday harom faoliyat yo'q va bemalol investitsiya qilsa bo'ladi. Kompaniya sotuv bilan shug'ullanishini bilgandan keyin birinchi qiladigan ishim meni sotuvlar oshgani yoki daromad oshganiga qarayman. Bu kompaniyani 2024-2025 oxirgi yilda daromad oshgan. Bu yil undan ham ko'proq bo'lishligi mumkin. Va uchinchi narsa, qanchalik bu kompaniyani ushlab tura olaman degan narsaga kompaniyani pullari, ya'ni cash. Kompaniyaning keshi ancha yaxshi, ya'ni kompaniyaning haqiqiy o'zini naqd pullari va kompaniya qo'shimcha aksiya chiqarish ehtimolligi pastroq edi, lekin o'sgandan keyin qo'shimcha aksiya baribir chiqarib yubordi. Bu narsa dilution deyiladi, ya'ni kompaniya yuqoriga kuchli o'sgandan keyin kuchli tushish aynan shu sabab bo'ladi. Videoga qiziquvchilar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, aynan bu kompaniyani qanday qilib saralab oldim, 10 mingta kompaniyaning ichidan bu narsani ham kelgusi videoda ko'rsataman.